Amerika Davlat Majlisi Xitoy ishlari komiteti 2019 yillik dokladini e'lon qilib, Xitoy Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi. Cho'qim jazolanish kerak dedi. Mazkur komitet çarşamba kuni axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, 323 betlik doklad e'lon qildi. Dokladda Xitoyning nacharlashayotgan kishilik huquq ahvoli tafsili bayon qilinish bilan birga, Xitoyning Uyg'ur avtonom rayonida insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazganligi ilgari surildi. Yig'inda komitetning tang huquqliq raislaridan James McGovern va Marco Rubio so'z qildi. Ular o'tgan bir yilda Xitoyning yig'ilish lagerlarini kengaytganligini, garchi lagerdagilarning soni e'lon qilinmagan bo'lsa-mu, lekin mutaxassislarning 1 million yoki undan ko'p Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va Tungan qatorliqlarning qamalgan va majburiy emgak silinayotgan deb qaraydiganligini bildirdi. Amerikada yashayotgan nurg'un Uyg'urlarning Xitoy tarafidan qamab qo'yilgan yoki yo'q qilingan tuqqanlarining rasmlarini ko'tarib yig'inga qatnashishi ta'sirli va obrazli bir manzara shakllantirdi. Sharq Turkistondagi yig'ilish lagerlaridan qochib Qozog'istonda panohlik tilgan Muragar Olim o'g'li va Kastar Musaxon o'g'li Qozog'istonda sudga chiqarildi. Sud natijasida Xitoyga qaytarish ehtimolligi bor. Xitoy chegarasiga yaqin bo'lgan Zaysan rayonida ochilgan sudga Qozog'istonning har qaysi joylaridan kelgan namoyishchilar qatnashishni talab qildi. Lekin zal kichik bo'lganligi uchun ular kirgizilmadi. 25 yoshlik Olim o'g'li o'zining yig'ilish lagerida asir tutilganligini aytdi. 30 yoshlik Musaxon o'g'li bo'lsa, buningdan burun Sharq Turkistonda 5 yil qamoqda yotganligini aytdi. O 10-oyda Xitoy doiralarining uningga qaytadan yig'ilish lageriga qamalishi mumkinligini aytganligini aytdi. Xitoy Ma'rif Ministerligi o'rta va boshlang'ich maktablarda chet el darslik kitoblarini chekladi. Ministerlik e'lon qilgan boshlang'ich va o'rta maktablarda darslik materiallarini boshqarish tadbirlari nomli belgilamada chet el darslik kitoblarining majburiyat ma'rifidagi boshlang'ich va o'rta maktablarga kirish cheklandi. Shuning bilan birga siyosiy yo'linish va qarash jihatda masala bo'lgan darslik materiallarning cheklanayotganligi bildirilgan belgilamada sotsializm xizmat qarashini barliq darsliklarga kirgizish tashviq qilinganligi ta'kidlandi. Belgilamada yana barliq boshlang'ich va o'rta maktab darslik materiallarida Xitoy Kommunist partiyasining ideologiya va qimmat qarashi namoyon qilinishi lozim deyilgan. NATO bosh kotibi Stoltenberg va Amerika prezidenti Donald Trump NATOning O'rta Sharqda texmi cho'ng rol o'ynayotganligi haqida fikr birdakligi hosil qildi. NATO e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, NATO bosh kotibi Stoltenberg bilan Amerika prezidenti Donald Trump telefonda ko'rishgan. Ko'rishda NATOning O'rta Sharqdagi roli muzokara qilinganligi va Trumpning NATOdan texmi ko'p rol o'ynashini talab qilganligi bildirildi. Trump buningdan burun o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida NATOdan buningdan keyin O'rta Sharq ishlariga texmi ko'p aralashishni talab qiladiganligini aytgan edi. İran armiyasining Amerikaning Iroqdagi ikki harbiy bazasiga boshqarilgan bomba orqali hujum qilishdan keyin o'tirg'i chiqqan jiddiy vaziyat davomlashmoqda. Xitoy seshanba kuni yer sharidan 36 ming kilometr yiroqlikdagi bir orbitaga sun'iy hamra qo'yib berdi. Xitoy davlat televiziyasi bu sirliq sun'iy hamraning aloqa va radio televiziya ishlarida ishlatilganligini bildirdi. Lekin analizchilar bu sun'iy hamraning armiyaga xizmat qilishi mumkinligini ilgari surdi. Xitoy taratqullarining xabar qilishicha, bu sun'iy hamra uzun safar 3 nomli raketa bilan Sichuan o'lkasidagi Shichang sun'iy hamra bazasidan qo'yib berilgan va muvaffaqiyatli holda orbitasiga kirgan. Amerika harbiy tarafmi sun'iy hamraning orbitiga kirganligini bildirdi. Mutaxassislar bu sun'iy hamraning Xitoy armiyasi uchun boshqarilgan bombani aniqlash va oldin xabar berish qatorliq harbiy maqsadlarda ishlatilishi mumkinligini bildirdi.